Danatdan murojaat kelibdi. Aka, Vivo V60 Lite telefonini obzor qilibsiz, zo'r. Endi Vivo V60 o'zini chiqaring, iltimos. Uzating unda. Oh my god, sразу keldi. Tak, testni boshlaymiz. Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimday ulug'bek do'stlar. Bugungi videomizda Vivo'ni V60 telefonini sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Eslatib o'taman, bu Vivo'ning sub flagman telefonlaridan biri do'stlar. O'zi Vivo V seriyalari ko'proq kameraga urg'u berishgan do'stlar va shu sababdan korobkasiga Zeiss deb yozilgan. Endi Zeissni o'sha rasm, videoga olib beradigan odamlarning 99% bilsa kerak. Bilmaganlar uchun Zeiss kompaniyasi professional kameralar uchun sifatli linzalarni ishlab chiqaradigan kompaniya do'stlar. Zeiss o'zi ism Carl Zeiss nomiga qo'yilgan. Ishlab chiqarish zavodi Germaniyada va faqatgina fotoapparat va telefonlar uchun linza ishlab chiqarmaydi. Bular o'zi ishlab chiqarishi 1% ni tashkil qiladi. O'zi asosiy qismi nima desanglar, aynan bu kompaniya meditsina sohasi uchun, astronomiya uchun, litografiya sohasi uchun yetakchi linzalarni ishlab chiqaradigan kompaniya. Shu meditsina uchun, mikroskoplar uchun linza ishlab chiqarsa, astronomiyaga, teleskoplar uchun linza ishlab chiqaradi. Litografiya nima desanglar, bemalol ChatGPT yoki YouTube ga kirib bilib olsanglar bo'ladi va Zeiss linzalarga to'liqroq ma'lumotga olmoqchi bo'lsanglar do'stlar, bemalol internetdan ko'rishinglar mumkin. Biza testni boshlashimiz kerak do'stlar. Va yana bitta ma'lumot, Zeiss linzalari alohida xonada yig'iladi, chunki bir dona ham chang tushmasligi kerak do'stlar. Shunaqa darajada idealli linzalar ishlab chiqaradi. Va bu linza V60 telefoniga ham qo'yilgan ekan do'stlar. Endi bu iPhone ga tenglasha olarmikan kamera bo'yicha yoki undan ham zo'r bo'larmikan? Hozir hammasini tekshirib ko'ramiz va hozir o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. iPhone ga tenglasha oladimi yoki yo'qmi? Va har doimda sizlar sevgan har xil o'yinlarda o'ynab tekshirib ko'ramiz, batareya sig'ani ham hammasini tekshirib ko'ramiz. Undan oldin videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Endi biz korobkasida nimalar chiqishini hozir ko'rib chiqamiz. Tak, endi korobkasini ochishni boshlaymiz debman, lekin nima bilan ochamiz? Давайте mana bu uchli ekan. Tak, okey. Tak, korobkasini ochishni boshlaymiz. Og'ir ekan. Xo'p, korobkaning tagidan ko'rishingiz mumkin, o'zini original chexoli chiqar ekan. Tak, sifatini sirasi ko'raveramiz va bu glянцевый chexol emas do'stlar, matoviy chexol ekan, ko'rishingiz mumkin. Va sifati ham ancha yaxshi va Vivo yozuvi bilan har doimgidek. Bu esa garantiya qog'ozlari ko'rishingiz mumkin va blok pitaniyasi. Blok pitaniyasi esa 90 vatli blok pitaniya chiqar ekan, yaxshi va o'zini original kabeli ham chiqar ekan. Va uni tagida sim karta uchun skripka. Endi telefon keladigan bo'lsak, tak, rangini ko'rishingiz mumkin. Hozir to'lig'ini ko'rsataman. Tak, rangiga bitta baho beringlar do'stlar. Juda ham chiroyli rang va orqasi to'g'ri matoviy, lekin juda ham silliq matoviy ekan do'stlar. Shunisiga men qoyil qoldim va chekka qismi ham do'stlar uzoqdan qaraganinglarda yaltiroq glянцевый ekan, lekin yaxshilab qarasanglar o'zi matoviy ekan do'stlar. Hech qanaqa izlar qolmas ekan va qo'lda ham juda ham qulay turar ekan. Qo'lni kesadigan burchaklari umuman yo'q do'stlar va eslatib o'taman, orqasi silliq. Bu chekkalari emas do'stlar, qo'lingizdan ham hech qanaqa sirpanib uchib ketmaydi do'stlar. Mana sirpanib ketadigan joylari yo'q ekan. Endi bu rang ko'rdinglar, lekin bundan tashqari yana bitta rang bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar mabodo yo'q qora tutaman desanglar, qorasi ham bor, yo'q tilla rang tutaman desanglar, tilla rangi ham bor. Qaysi biri yoqsa, bemalol ishlataversanglar bo'lar ekan. Va uzoqdan shunday yaqqol qimmat telefonligi bilinib turar ekan do'stlar. Va boya aytganimdek, kamerasini chekkasida Zeiss yozig'i qoldirilgan. Bu endi hozir tekshirib ko'ramiz do'stlar, rostdan Zeissmikan. Tak, do'stlar, dizayn hammasini ko'rdik, endi testlarimizni boshlaymiz. Tak, test qilishni boshlaymiz. Hamma o'yinlarni o'tkazib qo'yganman, ko'rishingiz mumkin va birinchi PUBG o'yinidan boshlaymiz. Necha sekund o'yin kirar ekan, ko'ramiz. Tak, necha sekund o'yin kirganini ko'rishingiz mumkin. Endi grafikani to'g'rilab testni boshlaymiz. Tak, mana ko'rishingiz mumkin, sverxplanida 60 FPS. Tak, maksimumgacha 60 FPS ishlaydi va ultra HDRda 45 FPS ga tushib qolar ekan do'stlar. Mana 60 FPS ga qo'yib qo'yaman, mana do'stlar, yana noto'g'ri tushunmasligingiz uchun. Tak, lobbyda esa, lobbyda ham xuddi shunaqa maksimumgacha 60 FPS ishlasa, ultra HDRda 45 FPS ga tushib qoladi do'stlar. Lobbydagi grafikani mana ultra HDR 45 FPS ga qo'ydim va uni kuchini ko'ramiz. Tak, lobbyni ko'rishingiz mumkin.
hammasi zo'r, ranglari ham bor va kiyim qimirlashlari ham mavjud va soya ham bor do'stlar. Hammasi yaxshi va 45 FPS ishlab beryapti dedi. Tak, testni boshlaymiz va har doimda odam ko'p joyga tushamiz va telefonimizda qanaqadir kamchiliklar bormi, hozir hammasini ko'rib chiqamiz do'stlar. Tak, yerga ham tushib oldik. Telefonimizda ko'rishlar mumkin, telefon qotmadi do'stlar, yaxshi. O'zi giroskop bormi? Hozir birinchi ko'ramiz. Tak, giroskop bor va sifatini ham ko'rishlar mumkin, juda ham yaxshi. Tak, endi Closefy jarayonlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Tak, Closefy jarayonlarini o'zingizlar ko'rdinglar, hammasi yaxshi, o'zini zo'r ko'rsatdi. Endi jiddiyroq testga o'tamiz. Ya'ni oldimizda turgan mashinani portlatib ko'ramiz va telefonimizda qochishlar bo'ladimi? Tekshirib ko'ramiz. Tak, oldimizdagi mashina portladi va ko'rishinglar mumkin, telefonda hech qanaqa qochishlar kuzatilmadi. Endi oldimizdagi odamni hayashka bilan portlatib ko'rsak-chi, qanaqa telefon o'zini ko'rsatar ekan? Tak, jonimiz ketdi, lekin telefon shunda ham qotmadi do'stlar. Tak, ana endi telefonni haqiqatan qiynab qo'yadigan joyi bootcampga tushamiz. Bootcamp bilan ancha-muncha telefonlarni qiynab qo'yadi va shu sababdan Vivo V60 da ham test qilishga qaror qildim. Atrofda juda ham odam ko'p va telefon qotmasa bo'ldi deydi. Tak, yerga ham tushdik do'stlar. Tak, ko'rishinglar mumkin. Hozircha hech qanaqa kamchiliklarni sezmayapman. Tak, o'yindagi holatlarni o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Maksimal qiynashga harakat qildim va qanaqadir kamchilik chiqsa sizlarga ko'rsatishga harakat qildim do'stlar. Lekin afsuski telefonda hech qanday kamchilikni topa olmadim. Lag desa lag ham bo'lmadi, qochishlar va telefonda qizib ketishlar ham kuzatilmadi. No, alohida o'yin test uchun men bu telefonga respekt deyman. Eng qizig'i Vivo V60 telefonida IP69 suv va changdan himoyasi bor ekan do'stlar va aynan ushbu test uchun men suv to'ldirilgan grafinni tayyorlab qo'yganman. Mana ko'rishinglar mumkin. Tak, biz timer ochib olamiz va 3 daqiqaga suvga solib ko'ramiz. Telefon qanaqa o'zini ko'rsatar ekan, hozir tekshirib ko'ramiz do'stlar. Tak, mana ko'rishinglar mumkin, hammasi o'z joyida, ovozlari hammasi o'z joyida va timer ketdi. Ovoz chiqadi. Так, 3 sekund qoldi. Все. Do'stlar, 3 sekund bemalol ishlab berdi. Endi holatini ko'ramiz. Tak. Voy, ovozli. ishlamaydi. IP65 himoyasi ham mavjud. Modeli bor va 192 gram. Ancha yengil do'stlar. Suv otiladi, ko'rasiz. Endi hozir dinamikani tozalaydigan programma bilan tozalaveramiz. Tak, dinamikani tozalamoqda mana. Ovoz chiqadi. Oh my god. Qo'l tozalandi nagarda do'stlar. Tak, endi boyagi videoga qaytamiz. Vashi zo'r, da? Mana shuni dinamikani tozaladik va o'ziga keldi. Ekranga keladigan bo'lsa, ekranning hammasi ko'rasizlar. Mana hamma burchaklari ishlayapti. Yaxshi do'stlar, suvga rostdan ham chidab berdi. Endi Vivo V60 xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, ekran diagonali 6.77 dyum amaliyot matritsa, protsessori Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 do'stlar. Yaxshi protsessor qo'yilgan va shu sababdan ham o'yinlarda o'zini juda zo'r ko'rsatdi deb o'ylayman. Batareya hajmi 6500 mAh, buni hozir tekshirib ko'ramiz va boya ko'rsatganimdek, korobkasidan 90 wattli blok bitani chiqadi. Menimcha 30 va 40 daqiqani ichida 100% gacha to'ldirsa kerak. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz va NFC modeli bor, 5G ishlaydi va og'irligi 192 gram. Ancha yengil va qulay. Xo'p, hozir
90 vatli blok pitaniyani tezligini ko'ramiz. Telefonda zaryadkasi yo'q, ko'rishinglar mumkin va o'zini original blok pitaniya va kabel orqali zaryadkaga qo'ydik. Soat ko'rishinglar mumkin 2 dan 50 daqiqa o'tdi. A few moments later. 3 dan 50 daqiqa o'tganda telefonimizda 100% ga to'ldi. 1 dan 35 daqiqa o'tdi va telefonimizda 100%. Necha soat ichida 0% ga tushar ekan, hozir tekshirib ko'ramiz. Hamma ishdan ketgan, ko'rishinglar mumkin va soat 6:30. Telefonimizda 78%. Telefon hali o'chgani yo'q, ertalabki soat 10:30, 4% qolgan. Ishlar olib ketyapti, lekin hali telefon o'chgani yo'q. Kutamiz. Va nihoyat telefonimizni o'chdi do'stlar, mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin va soat 11 dan 48 daqiqa o'tdi va ro'parasi 22 soat 13 daqiqaga chidab berdi do'stlar. Tak, do'stlar, biz hozir Toshkent City'damiz va Vivo V60 telefonni ZS kameralarini hozir sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz do'stlar. Kamera sifatini ko'rishinglar mumkin. AI orqali juda ham sifatli qilib berar ekan. Aynan hozir ko'rib turgan rasmiylar 100x da olingan rasm. To'g'ri, xiraroq, lekin 100x uchun yaxshi sifat deb o'ylayman. Va o'zimni iPhone 5 Pro Max bilan ham solishtirib ko'rdim. Rasmlarni o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Ikkalasini taqqoslaganimizda ikkalasi ham sifatli, to'g'ri, lekin Vivo AI orqali ranglar berib ko'zga yoqimli qilib berar ekan rasmni do'stlar. iPhone 5 Pro Max'imiz hech qanaqa AI siz, hech qanaqa ranglarsiz boricha rasm olib berar ekan va tashqaridan qaraganda Vivo ancha aqlliroq va sifatliroq ko'rinadi deb o'ylayman do'stlar. Rang jihatdan ham va rasmni yorqinroq olib berar ekan. Endi video olish bo'yicha taqqoslasak, Vivo V60 Max 4K 30 fps olar ekan va iPhone 5 Pro Max esa 4K 60 fps oladi. iPhone va Vivoda olingan videolarni ko'rishinglar mumkin. Tan olish kerak, lekin video olish bo'yicha iPhone sifatliroq olib berdi. Bu hech qanaqa reklama emas, rostdan ham sifatli olib berganligi uchun aytayapman. Va kechki paytda olingan rasmlarga keladigan bo'lsak, bilasizlar, ancha-muncha telefon tunda juda xira rasmga oladi, lekin Vivo V60 tungi syomkada ham o'zini juda zo'r ko'rsatdi. To'g'ri, rasmga o'tganingizda xiraroq ko'rinadi, lekin rasmga olib bo'lib kirsanglar AI orqali ortiqcha xira joylarni olib tashlaydi va yorug'lik me'yorini bilgan holda fotoapparat kabi rasmni olib berar ekan. Rasmlarni ko'rib o'zingizlar baho berishinglar mumkin. Tak, bu 4K 30 fps olinayotgan videoni ko'rishinglar mumkin. Full HD 60 fps olinayotgan videoni ko'rishinglar mumkin. Qanaqadir o'zgarishni sezgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Tak, endi stabilizatorni tekshirib ko'ramiz. Stabilizatorni 2 turi bor ekan. Birinchisi standartni stabilizator bo'lsa, ikkinchisi ultrasi ekan. Endi hozir birinchi standartni stabilizatorni tekshirib ko'ramiz. Yugurgan holda ketdik. Tak, ana endi ultra stabilizatorni tekshirib ko'ramiz. Ketdik. Bu esa frontal kamerasi. Bu ham HD dan 4K gacha olar ekan. 4K da 30 fps gacha olsa, Full HD da 60 fps gacha olar ekan. Bu 4K 30 fps olinayotgan video. Frontalni kamerasi bo'lsa ham ancha sifatli olargan ekan. Eng qizig'i frontalni kamerasi 0.8 dan 2x gacha yaqinlashar ekan do'stlar. Tak, hozir ko'rib turganingiz 2x mana. Endi nima uchun 2x kerakligini to'g'risi bilmadim. O'ylab o'yimga yetolmayapman. 2x ni ko'rishinglar mumkin va bu 0.8 va 0.8 вот, четко mana. Sifati ham zo'r. Xo'sh, test jarayonlarini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Telefonga keladigan bo'lsa, juda ham zo'r ishlab berdi va hech qanaqa jiddiy kamchiliklarni men sezmadim. To'g'ri, bitta kamchiligi bor, shu sun'iy intellektida, sun'iy intellektida ozgina uni ustida ishlasa, u zo'r bo'lib ketadi va hozirgi telefonlar faqatgina sun'iy intellekt qo'shib va uni kuchaytirgan holda telefonlarni chiqaryapti. Endi bu telefonda ham sun'iy intellekt bor do'stlar. Yaxshi ishlab bermasa ham, уже bor. Lekin kameraga binolar, tabiat, shunga o'xshash rasmlarni olsanglar, sun'iy intellekt bilan maksimal tiniqlashtirib sizlarga juda ham chiroyli rasm qilib chiqarib berar ekan. Unisiga lekin gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Endi Vivo V60 narxiga keladigan bo'lsa, 7 million atrofida chiqar ekan, lekin aniq narxi yo'q. Sababi sotuvda yo'q do'stlar. Endi chiqadi. Endi ushbu narxga to'g'ri iPhone 4 Pro Max olishinglar mumkin, lekin iPhone 4 Pro Max menda yo'qligi uchun iPhone 15 Pro Max bilan solishtirib ko'rdim do'stlar. Kamera jihatlarida,
rasmda Vivo V60 juda katta ustunlik ko'rsatdi. Sababi AI bilan juda ham sifatli rasmlarni chiqarib berdi menga do'stlar. Rasm jihatdan Vivo V60 yutdi. Buni tan olish kerak. Endi videoga keladigan bo'lsak, iPhone ustunroq chiqdi. Lekin sezilarli darajada farq men to'g'risi sezmadim do'stlar. Endi Vivo V60 telefonimizda ushbu narxga chiqsa do'stlar, o'zi narxiga arziydimi yoki boshqa telefon olgan yaxshimi? Lekin aslida men uchun arziydi deb o'ylayman, menga yoqdi. O'zingizlarning fikringizni ham kommentarga yozib qoldiringlar do'stlar va keyingi videoda qaysi telefonni obzor qilishim va qanaqa test qilishimni xohlaysizlar, uni ham kommentarda yozib qoldiringlar. Ushbu videom sizlarga yoqdi degan umiddaman do'stlar. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi videoda ko'rishguncha bay bay.